Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Men Muhammad Azzat. Tövende dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Sharq Turkiston surgun dokumenti Prezident Joe Bidenning Xitoyning musulmon Uyg'urlarga ziyonkashlik qilganlik to'g'risidagi kechirim so'rash xarakterlik so'zini aybladi. Va Joe Bidendan Xitoyning irqiy qirg'inchilikqa ziyonkashlik uchirg'uvchilardan kechirim so'rashini talab qildi. Seyşembe günü CNN'ning muxbiri Anderson Cooper bilan shaharlik hukumat binosida o'tkazilgan suhbatda Prezident Joe Biden Xitoydagi rahimsiz irqiy qirg'inchilik haqida to'xtalib, agar siz Xitoy tarixi to'g'risida bir narsa bilsangiz, Xitoy tashqi dunyoning ziyonkashligiga uchirgan vaqt, dal ular o'z ichida birlik kelamagan vaqt degan. Shunga Xi Jinpingning markaziy prinsipi shuki, cho'qim birlikka kelgan, qattiq kontrol qilinadigan bir Xitoy davlati bo'lish kerak. U o'zining aql parastini mushu asos qilgan ishlarga ishlatyapti. Joe Biden so'zini davomlashtirib mundaq degan: "Men uning o'ziga deganimdek Xi Jinping bu nishonga yetdi. Agar Amerikaning qimmatini aks ettirmasa, hech qanday Amerika prezidenti prezident bo'lolmaydi. Shunglashqa bu mening uning Hong Kongda qilayotgan ishlarga, Tayvanda va G'arbidagi tog'liq rayonda Uyg'urlar qilayotganliklariga qarshi so'z qilmayman. Ya'ni Xitoyning bir Xitoy siyosatini zo'r kuch bilan oxirlashtirmayman" degan. Shuning bilan Sharq Turkiston surgun dokumenti axborot e'lon qilish yig'inida mundaq dedi: Prezident Bidenning yaqinqi bayonotida Xitoyning Sharq Turkistonda berayotgan Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini qirg'in qilishini oqlashni maqsad qilgan, Xitoyni ziyonkashlik uchirg'ichi deb ko'rsatganligini qattiq ayblaymiz. Prezident Bidenning yaqinqi bayonlari Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikni oqlashni maqsad qilib qolmay, yana dunyoning boshqa diplomatik hokimiyatlariga ojiz millat va diniy guruhlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik va boshqa vahshiyliklarga yeshil chiroq yoqib beradi. Agar Prezident Bidenning axloq fazilati bo'lsa, hamda o'zining kishilik huquq va kishilik izzat hurmatini qo'g'dash va'dasiga sodiq bo'lsa, u Amerika va xalqaro jamiyatni darhol harakatga keltirib, davom qilayotgan bu irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish kerak. Surgun dokumentning bosh ministri Solih Xudoyer mundaq dedi: Erkinlik va umidga simvol qilingan dunyodagi eng kuchli davlatning prezidenti bo'lish sifati bilan Prezident Biden shuni bilish kerakki, hech qanday narsa irqiy qirg'inchilikni oqlayolmaydi. Texnik ko'p davlatlarning Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini e'tirof qilish vaziyatiga duch kelgan Xitoy Kompartiyasi bir qism davlatlardagi siyosiy partiya, ijtimoiy tashkilot, tadqiqot o'rni va aqlli omborlarga Urumchida yig'in o'tkazib, o'zining Sharq Turkistondagi, ya'ni atalmish Xinjiangdagi harakatini oqlashni kuchaytgan. Xitoy taratqullarining oshkorlashicha 22 fevral torda o'tkazilgan bu yig'inni Xitoy Kompartiyasi markaziy komitetining tashqi aloqa bo'limi bilan atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik partikom birlashib uyushtirgan. Xitoy markaziy tashqi aloqa bo'limining undidarda tarqatgan bu vaqtdagi uchurida Xitoy Kompartiyasining Xinjiang hikoyasi degan temadagi bu tur yig'iniga 80 dak davlatdagi 200 ga yaqin chet el siyosiy partiyasi, tadqiqot o'rni, ijtimoiy tashkilot va aqlli ombordan 300 dak kishi qatnashganligini bildirgan. Biroq uchurda yig'in qatnashgan bu siyosiy partiya guruhlar, tadqiqot o'rni, ijtimoiy tashkilotlarning ismi qaysi davlatlarda ekanligi tilga olinmagan. Bu yig'inning del Kanada parlamenti 22 fevral qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan dafsandichiligini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan kuni o'tkazilishi diqqat qo'zg'agan. Uchurda Xitoy Kompartiyasining yig'in ahliga atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik partikomning Kompartiyaning yangi davrdagi Xinjiangni boshqarish strategiyasi, markaziy komitetining o'rlashtirishini ijro qilish ahvoli, har millat xalqini ittifoqlashtirish, go'zal turmushga yetaklashdek hikoyasi tunishtirilganligi ilgari surilgan. Xitoy hukumatı o'zining Sharq Turkistondagi siyosatini oqlasimi, lekin xalqarada uning amaliyotdagi harakatini irqiy qirg'inchilik deb qaraydiganlar barg'ansir ko'paymoqda. 22 fevral Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 46 navbatlik yig'inida Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish siyosati ko'p davlatlarning tanqidiga uchragan bo'lsa-mu, yig'inda nomussiz Xitoy vakili Wang Yi Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilib bag'anligini rad qilib, o'zlarining atalmish Xinjiangda terrorlik qarshi turish tadbirlarini olganligini, atalmish Xinjiangning ijtimoiy muqimlik va taraqqiyotdan bahramand bo'layotganligi, yaqinqi 4 yil mobaynida hech qanday terrorlik voqeasi yuz bermaganligini ilgari surgan. Biroq Reuters agentligining xabar qilishicha, yig'inda Germaniya tashqi ishlar ministri Heiko Maas vaziyatning Xinjiangdagi Uyg'urlarga o'xshash oz sonliq millatlarni xohlagancha tutqun qilish yoki Xitoyning Hong Kongda fuqarolar erkinligini bostirishiga diqqat qilishni talab qilayotganligini bildirgan. Biden hukumati hokimiyat beshiga chiqqandan keyin Trump hukumatining ko'chmanlar siyosatini o'z ichiga olgan nurg'un siyosatlarni ag'dirishga boshlagan. 22 fevral dushanba kuni Amerika fuqarolar va ko'chmanlar mulozimati ministrligi Trump hukumati mezgilida 2020 yili nashr qilinib tarqatilgan yangi nusxadagi fuqarolik imtihon savolining amaldan qoldirilganligini, 1 martdan boshlab 2008 yil nashr qilingan asli fuqarolik sinoq savollarini ishlatadiganligini e'lon qilgan. Ko'chmanlar ministrligining bayonotida bu harakatining Joe Bidenning mushu oyning 5-ida tarqatgan ko'chmanlar ma'muriy buyrug'i bilan birlashtirilganligi,
Tramp hukumatining ko'chmanlar siyosati va yangi nusxadagi fuqarolar sinoq nusxasining ma'lum darajada iltimos qiluvchilarga yo'shirin to'sqinlik paydo qilganligini bildirib, 1 mart kundan boshlab iltimos sunganlarning 2008 yil nashr qilingan fuqarolik sinoq savollarini ishlatadiganligini, o'tgan yili 1 dekabrdan bu yil 1 mart kunigacha iltimos sunganlarning fuqarolik imtihon savolining kona va yangi ikki xil nusxadan birini tanlasi bo'lganligini ta'kidlagan. 2020 yil nashr qilinib tarqatilgan yangi nusxadagi fuqarolik imtihon savolining qiyinlik darajasi yuqori bo'lib, savollarning soni 100 dan 128 ga ko'paytirilib qolmay, ya'ni ilgari so'ralgan 10 savolning 6 siga to'g'ri javob bersa layoqatli bo'lish qoidasini, 20 savolning 12 siga to'g'ri javob bersa layoqatli bo'lish qoidasiga o'zgartgan ekan. Amerika Ko'chmanlar ministrligining siyosiy muavin mudiri Joseph Edelo 2020 yili yangi nusxadagi fuqarolik imtihon savoli nashr qilinganda so'z qilib, Amerika garajdoni bo'lish uchun sistemlashgan programmalar orqali ko'chmanlarning Amerika jamiyatining to'liq qonunli fuqarosi bo'ladiganligi, Amerika tug'ilganlarga o'xshash huquq va majburiyatga ega ekanligi, shunga adil va muvofiq bo'lgan imtihon savoli bilan talab qiluvchiga o'z majburiyatini bildirish ekanligini so'zlagan. Janubiy Amerika davlati Ekvadordagi turmalarda yuz bergan to'polonlarga qarshi saqchilarning aralashishi bilan qazo qilgan mahbuslarning soni 67 ga yetgan. Aloqador mas'ullarning Ekvador matbuotlariga bergan bayonotida turmadagi to'polonning jinoyat shaykalar o'rtasidagi rahbarlik jadildan kelib chiqqanligini va tunigun attigan o'xshamagan 3 shahardagi turmalarda birli vaqtda boshlanganligini, Guayaquil, Coinca va Lataconga turmalardagi to'polonda qazo qilgan mahbuslar sonining 67 ga yetganligini bildirgan. Prezident Lenin Moreno Twitter'dagi bayonotida davlatning har qaysi turmalarida jinoyat shaykalar birli vaqtda zo'ravonlik harakat qo'zg'ab, bexatarlik qismlarining Guayaquil, Coinca va Lataconga turmalarida bexatarlikni qayta asliga keltirish uchun kontrolli harakatga o'tganligini ta'kidlagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.